Chaqmoq nega kamaydi? Bulut, bug'langan suv, sovuq havo massasi, vodorod yuqorida, kislorod pastda bo'ladi. Bulut dengizdan materiyaga o'tganda issiq havo kislorodni qizdiradi. Kislorod issiqda ko'tarilib, vodorod bilan birikib qor parcha hosil bo'ladi. Vazni ortib pasayadi, yana issiqda bug'lanadi. Shu holda havoda ishqalanib zaryadlanadi. Katta zaryad yig'ib chaqmoq chaqadi. Kislorod qizib vodorod bilan to'liq aralashadi. Qor parcha hosil bo'ladi. Qor yog'adi. Yozda erib yomg'ir bo'lib tushadi. Atmosferaning qaysi joyida havo qizib, bosim past bo'lsa, shu yerga bulut surilib yomg'ir yog'ib sovitardi. Atmosferadagi kisloroddan ko'p foydalandik. Bulutdagi kislorod atmosferaga tarqab ketib, yomg'irsiz bulut bo'lyapti. Bulut yuqoridagi havo soviydi. Atmosfera yuqori qismidan kislorod cho'kadi. Bulutning yuqori qismida muz dona hosil bo'ladi. Bulut ichidan pastga tushguncha muz dona yirikroq muz do'lga aylanadi. Sovuq havo massasi tez tarqalib ketgani uchun bosim o'zgarishi, kuchli shamol, dovul bo'lishi, territoriyadagi issiq havo bilan to'qnashib tornado kuzatiladi. Katta territoriyaga yog'ish kerak bo'lgan yomg'ir kichik yerga yog'ib sel bo'ladi. Xulosa: tabiat bizga ogohlantirish signallar beryapti. Koinotda, quyosh sistemasida hech qanday o'zgarish yo'q. O'simliklar dunyosida biz insonlar parazitlar hisoblanamiz. Tinch osoyishta yashash o'rniga o'simliklar o'zi uchun chiqargan kisloroddan ko'p foydalanib, tabiat balansini buzdik. Atmosferadagi kislorod kamayib, havo qizib ketdi. Yer shari issiqlikni ko'paytyapti. Yerning ichki bosimi ortib ketdi. Vulqon faollashdi. Yer silkinishi ko'paydi. Muzliklar eriyapti. Dengiz ko'p bug'lanyapti. Chaqmoq kamaydi. Bu esa dovul, siklon, do'l, kuchli shamol, yashin, tornadoga olib keladi. Biz insonlar tabiat ogohlantirishlarini vaqtida anglab yetmasak, tabiat hodisalari yanada vayronkor bo'ladi. 5-7 yil ichida yer yuzidagi aholining 50% halokatga uchraydi. O'simliklar muzlab quriydi. Kislorod keskin kamayadi. Havo qiziydi. Yer shari yutayotgan halokatli issiqlik asta sekinlashguncha dunyo ahlining 75% talafot ko'radi. O'simliklar dunyosida inson kim o'zi? Idrok qilaylik, aziz zamondoshlar. Tabiatni o'z holiga qaytarish biz insonlarga bog'liq. E'tiborlaringiz uchun rahmat.